Tak do'stlar, bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan, bunaqa rolik даже O'rta Osiyoda ham bo'lmagan. Men ko'p uringanman, ko'p harakat qilganman. Biz musulmon xalqi biladi, mana Ka'ba bor, Makka va Madinada Ka'ba bor. O'sha Ka'bani kim qurgan? Bilasizlarmi? Ko'plaring bilasizlar endi. Ibrohim alayhissalom payg'ambar. Lekin biron joyda adarsam, noto'g'ri gapirsam, oldindan uzr, men dinda uncha emas, hayajondaman, chunki men bu joyga ko'p uringanman, kelishdi. Bugun ro'za Ramazonni nasib qilibdi, men keldim. Men hozir Falastinda, Hebron shahrida Ibrohim alayhissalom o'g'illari bilan, nevaralari bilan ashida ko'milganlar, ashida qabrlari, ashirga ziyoratga keldim. Mana shu orqamda, mana shu joy, mana vaqtida Ibrohim alayhissalom mana shu joyda Turius Cerebroga sotib olgan ekanlar. Mana shu joyda hozir kirib ichkariga ziyorat qilib hammasini ko'rsatib beraman. Maksimalni поделиться like bo'lsanglar, ko'p bizni xalqimiz ko'rsin ana shu rolikda. Mana hozir azon ham aytilyapti ham bu yoqda. Men Hebron shahrida mana. Bu lekin bu taraf hozir yahudiylar taraf. Bu qabr ikki tarafga bo'lingan. Yarmi musulmonlarga, Falastin tarafga, yarmi yahudiylarga. Hozir men yahudiy taraflardan kirdim. Kelinglar. Do'stlar, kirishda qaranglar. Bu yahudiylar tarafi. Bu masjid ikkiga qabr ikkiga bo'lingan. Bu taraf masjid musulmonlarki, bu yahudiylarki. Hozir men u tarafga ham kiraman, harakat qilaman kirishga. Kirgandan men Yaqub alayhissalom, Ibrohim alayhissalomni nevaralari, mana bu qabrlari mana. Mana shu qabrlari bo'ladi. Yaqub alayhissalom qabrlari mana. Bu yahudiylar tarafidan kirdim men, yahudiylar tarafidan. Yuringlar dальше. Endi ana qilmaysizlar, yopish kerak boshda. Shuning uchun do'ppim ham yo'q. Mana bu yoqda yozilmagan. Hozir bu dальше u taraf musulmonlardiki, mana yopilgan darvoza. Shunday ma'lum, men o'taman, harakat qilaman. Ikkiga bo'lingan. Bu yoq hozir yahudiylardiki. Mana qaranglar. Ibrohim alayhissalom qabrlari mana bu yoqda. Mana shu qabrlari bo'ladi. Makka va katta o'g'illari bilan. Katta o'g'illari lekin o'sha yerda Makkada ko'milganlar. Qabrlari o'sha yerda. Qaranglar, ichkari. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqasi bo'lmagan hali. Hech kim O'zbekistonda hali bunaqa video obzor qilmagan. Mana kirishda yana bitta xona. Mana qaranglar. Qaranglar. Arabcha, arab tilida yozilgan. Men bu tarafdan ham ko'rsataman hozir sizlarga. Orqa tarafdan ham mana Ibrohim. Mana shu qabrlari bo'ladi. Bu вообще men juda ham hayajonda, lekin bunaqa qancha uringanman bu yoqqa kirishga. Keyin qaranglar, Ibrohim alayhissalomni ayollari Sara onamiz yonlarida, mana bu tarafda. Bu tarafda Ibrohim alayhissalom qabrlari, bu tarafda Sara ona. Mana. Sara ona qabrlari. Yo'q, arabcha yozilgan, qaranglar. Lekin bu taraf yahudiylarga qaraydi. Yahudiylarga qaraydi. Eshikni qaranglar kattaligini. Necha asrlar bo'lgani bu yoqlarda. Bu yoqqa kelish o'zanavda. Tak, dальше. Bu yoqdan chiqdik, mana Ibrohim alayhissalomni qabrlaridan. Endi o'g'illarini ko'rsataman, kichkina. Ana Sara onam bilan
o'g'illari bor, bitta o'g'illari o'shani hozir ko'rsataman qabrini. Mana Yoqub alayhissalom. Yoqub alayhissalom yo'g'di. Iliya, ayollari Iliya mana. Ayollari Iliya. Mana qabrlari. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana. Shunaqa reshotka qilingan, hammasi qulf. Ibrohim alayhissalom men o'qidimki 200 yil yashagan ekan. 200 yil. 200 yil yashaganlar. Musulmonlar tarafi qulf. Qaranglar. Bu ham musulmonlar tarafi bu taraf. Sham yo'q ekan. Tarafda esa Ishoq alayhissalom, Ibrohim alayhissalomni kichkina o'g'li Rifka ayoli bilan u tarafda Rifka ayollari mana shu yerda qabrlari. Bu kishi 180 yil yashagan ekanlar. Hozir musulmonlar tarafga kirishga harakat qilib ko'raman, qani bo'ladimi yo'qmi, lekin juda ham qiyin. Bilmasam qani ko'ramiz.